rostmi? Hammasi tug'ma, kayfiyat qochiradi. Onasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Senga gul olib keldim. Oylik esa oldingizmi? Yo'q, 15-dan keyin. Premiya oldingizmi? Yo'q, premiya bermay qo'yishgan anchadan beri. Lavozimingiz ko'tarildimi? Qaniydi lavozimim oshganda, sen chet-elga olib kelardim. Bildim. Siz bolalar bilan restoranga borgansiz. Hamma pulingizni ishlatib yorib, pul so'ramasdan xotinim deb og'zimni yopish uchun mana shu gul olib keldingiz-a, hozir. Biza qarsham choyxonaga boramiz. Restoranda nima bor? Dashaga ketmoqchimisiz hali bolalar bilan? Ha? Shu sovudami? O'zi ishxonam zax bo'lsa. Endi bildim. Bitta chiroyli qizni topib olgansiz, restoranga chaqirgansiz, kelmagan, u al bo'lib qolmasin pul deb menga ko'tarib olib keldingiz-a, hozir? U esing joydami? O'zi oylikka zo'rg'a yetkazib yurgan bo'lsa, qanaqa qiz? Uyda o'tirsam, ertalabdan kechgacha ovqat qilaman, oyisiga qarayman, bolalarni bog'chaga, maktabga olib boraman. Menga yaxshi gap gapirmaysiz, qaramaysiz. Pul olib kelmaysiz bitta. Olib keldim-u, meni yetmasingni oldin. Men yetganimdan keyin kerak emas, yo'qmi? O yetmasingni oldin olib keldim-u. Tavba qildim bu xotinlar ko'zi nafsu yoqadi.